Joning sog' bo'lsin. Joning sog' bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, parvozlar, xo'roz ishqibozlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bizning kanalda faqat xo'roz ishqibozlari, boshqa obunachilar ham turadi. Hammaga xayrli tong. Hozir erta tongdan video qilyapman, balki bu videoni kechqurun qo'yarman. Aybga buyurmaysizlar. Mana xo'rozimizni sog' salomat chiqarib yuboryapmiz. Qanchaga ketdi deb baribir kommentariyada so'rashadi, ochiq o'ydan ish qilgan yaxshi turizga berdik Andijonga, xudo xolasa, olganga ham sotganga ham baraka. Bunaqa xo'roz kamdan kam uchraydi. Juda ko'pchilik uspet qilmadi. Qirg'iziston, Tojikiston, Toshkentliklar, juda ko'p aka-ukalarimiz musofirda yurganlar. Ulgurmay qoldi deyishdi, endi iloji yo'q. Barakadan keyin 2 kun mana uyda turdi. Nimaga hech bo'lmasa 2 kun makiyonga qo'shib olishim kerak edi. Mana oq makiyonga qo'shdik, xudo xolasa, juda ham bir-biriga parib tushdi. Nasib qilganicha 5 tami, 4 tami tuxumini olib qolamiz bu samandan. Bizni asosiy vazifam yaxshi ko'rgan xo'rozimni summasini qizig'i yo'q, borib olib kelaman, mana ko'rsatib boryapman. 5 kundir, 10 kundir boqaman qo'ldan kelgancha, ba'zilarini 3 oydir boqaman, nasib qilgancha. Shuni nasldan olib olish, ko'paytirib kimlargadir yana berish. Bunga uspet qilmay qolganlarga xudo xolasa o'rtoqlar jo'jalarini chiqaraman 20 kun, 25 kunda. Xudo xolasa bolasiga uspet qilarsizlar, jo'jasiga uspet qilarsizlar. Ko'p tuxum olib qololmagan bo'lsak ham harakat qilamiz, xudo xolasa naslini yo'qotmaslikka. Mana o'rtoqlar xo'roz moshni xudo xolasa. Bizga har xil kommentariyalar yozishadi. Akalar, ukalar, nimani yozsangiz yozing. Biz yurgan yo'llardan yurib ko'ring, biz yoshimizga kiring, kichkina bo'lsangiz. Katta bo'lsangiz aql bilan yozing. Asosan aqlini tanimaganlar yozadi, buni bilaman. Biz yurgan yo'llarda tikoni juda ham ko'p bo'lgan o'rtoqlar. 4 ta xo'roz sotib yo 5 ta xo'roz sotib boyib qolgan joyimiz yo'q. Ko'rolmaydigan darajada kibrga berilib ketgan joyimiz yo'q. Oddiy insonmiz. Xalq uchun samimiy xizmat qilib kelyapmiz. Rizqimizni Alloh beryapti. Ozmi ko'pmi harakat qilyapmiz. Do'stim, sizga bitta maslahat. Siz ham meni kommentariyamga kirib har xil bo'xtonlar, har xil tuhmatlar yozguncha Xudodan qo'rqing. Har bir qilgan ishingiz o'zingizga plus yoki minus olib keladi. Bu dunyoga ham, u dunyoga ham. Har bittasiga siz ham, biz ham javob beramiz. Qilayotgan ishlarimiz 100% to'g'ri deb hech kim javob bera olmaydi. Qolaversa mana bu xo'rozga ham mana chiqarib yuboryapmiz. Bugun tirik narsa ertangi kuniga hech kim garantiya bermaydi, hatto insonnikiga ham. Bu tirik narsa hech qachon xo'rozga yoki tuxumga garantiya berib sotilmaydi. Xuddi shuni singari sizni ham, bizni ham ertangi kunimizga faqat Alloh biladi. Siz bilan biz hech qachon bila olmaymiz. Shuning uchun keling bu mag'ir gaplarni yozib, vaqtingizni ketkizguncha siz ham harakat qiling. Astoydil izlaning. Men sizni vafshe zo'r bo'lib ketishingizni xohlayman. Hech qanaqa bir ortiqcha yomon fikrlar, xayollarga bormasdan, yomon fikrlar yozmasdan boy bo'lib ketishingizni xohlayman. Shuning uchun o'rtoqlar, oldin ham aytganman. Yuzlab negativlar uzr so'ragan, do'stlashib ketganmiz, pushaymon bo'lgan bizga qilgan tuhmatiga. Yangilari chiqyapti. Eskilari bilan juda ham qadrdonmiz. Kommentariyalarni o'qib ko'ring, Telegram kanallarda aka, sizga avval negativ yozardim, uzr aka, xafa bo'lmang deb yozishadi. Uyalib qolasiz. Shuning uchun o'rtoqlar bir-birimizni to'g'ri tushunaylik. Shu yoshda mana harakat qilyapmiz. Borib dadangizdan so'rang, onangizdan so'rang, sizni boqish uchun, sizni katta qilish uchun, yaxshi inson bo'lsin deb qanaqa mehnatlar, qanaqa ter to'kkan, qanaqa harakat qilgan. Mehnat qilyapmiz bola chaqa boqish uchun. Harakat qilyapmiz, o'tirib qolganimiz yo'q boqimanda bo'lib. Mana bozorlarda lokatsiyasini so'rashyapti juda ko'pchilik, hatto ushbu ham qolishyapti. Men hech kimga lokatsiya Telegram kanalida bor, tashab qo'yganman. Har kuni hammaga javob berishga uspet qila olmayman o'rtoqlar. Mana bozorlardan avzor qilyapmiz. Endi avzorlarni ham to'xtatdik. Nimaga? Juda ko'p tuhmatlar bo'lyapti. Orada 1 yil chiqmay qo'ygan edim. Obunachilar talabiga bozorlarga chiqayotgan edim. Yana boshlagan edim qayta. Vaqtincha avzor to'xtatdik. Tuhmatlarni har xil gap so'zlarni ko'tara olmayman to'g'risi. Mana shu bozor men chiqarayotgan bozorlarga kelib, mana kommentariyani o'qing, bozor qayerda, qaysi viloyatda, lokatsiyasi bormi? Mendan telefon qilib kuniga yuzlab odam so'raydi. Manzilni tushuntiraman. Kelib 5 ta 10 ta xo'roz olib ketishyapti mana shu bozorda. Olib borib, qaysi viloyatda bo'lsa ham Instagramlarga qo'yib, Telegramlarga qo'yib sotishyapti. Men ularga umuman qarshiligim yo'q. Omadini bersin. Uyda o'tirmasdan, boqimanda bo'lmasdan, tilamchilik qilmasdan harakat qilyapti. 5 baho. Lekin o'sha ishlarni menga tuhmat qilyapsizlar. Ba'zi bir
Qo'shni davlatdagilar yozyapti, Hoshimov siz qayerdan xo'roz olasiz? Bu sizning halol ishingiz. Qayerdan tuxum olasiz? Ko'rsatib, video afzal qilib xalqqa tomosha qilib qo'yasiz. Nimaga sizni ba'zi bir insonlar tushunmaydi? Tushunadi, bilib turibdi, ularda ham ongi bor. Prosta ular nimagadir ko'ngliga sig'dira olmaydi. Ular mana shu bozorga yetib kela olmayotganlar. Mana shu bozorda lokatsiyasini topib yetib kelib, xo'roz ola olmayotganlar, olib borib sota olmayotganlar. Sotasiz-ku siz ham bozordan olib ketib. 1,5 ming, 2 ming dollar, 500 dollar deb sotishni bilasiz. 500 ming, 1 millionga olib. Siz qilgan ishni siz qilsangiz halol, biz qilsak harommi? Lekin men shu yoshimgacha bozordan xo'roz olmaganman. Olib berganman, tan olaman bitta oshna og'ayini qarindosh urug' xo'roz olib ber, yapon tovuq olib ber. Iltimos, iloji yo'q. Buni iloji yo'q ekan. Bozorda yurgan odamga iloji yo'q deyilmas ekansiz. Xuddi mana shunday mana Samanda ham uylariga borib oldik. Ko'zlari bilan ko'rishdi. Biz zotini olib qoldik, xudo xolasa. Yaxshi niyatda aka tavakkal. Mana shu narsa uyda yuradi makonlarga. Zot olaman deyishdi, berdik. Buni bellarini qarang. Bu endi bu gapirgan gaplarimni xafa bo'lmaysizlar. Negativsiz kommentariy qizmaydi, negativsiz rekka chiqish ham qiyin. Buni juda yaxshi bilaman. Negativ haqida gapirmoqchi emasman. Bu negativ o'z yo'liga. Ular qarshi fikr degani negativlar. Haqorat qiladiganlar haqida gapiryapman. Tuhmat qiladiganlar haqida gapiryapman. O'zlaringga qiyin qilib olasizlar. Meni qo'limdan hech nima kelmas. Men oddiy bandaman. Men sizlar bilan ovora bo'lib yurib, vaqtimni, umrimni ketkazmoqchi emasman. Lekin sizni ham, bizni ham egamiz bor. Yaratgan Allohning oldida ozgina uyalish kerak. O'rtoqlar, olganga ham sotganga ham baraka. Video davomida albatta uydagi xo'rozlarni, yangi kelgan mehmonlarning videosini ko'rdilaring, hammasini afzal qilib beraman. Buni hozir sog' salomat mana aka xo'rozingiz xudo xolasa chiqarib yuboryapmiz. Barakasini bersin. Joning sog' bo'l. Joning sog' bo'l. O'rtoqlar, xudo xolasa jo'jamiz zo'ri. Pashti 4,5 kilo. 4,5 kiloga ozgina kam. Moshni xudo xolasa o'rtoqlar. Tushib ketish yo'q. Polvon juda kerak deganlarga xudo xolasa. O'ta zo'r o'rtoqlar bu. Xudo xolasa ko'ryapsizlar, xo'rozlarni olib kelyapmiz. Yaxshi insonlardan olyapmiz, yaxshi parvozlik uchun. O'zlari o'ynab yurgan eski parvozlik uchun o'sha parvoz akalardan, tog'alardan, ukalardan zotlarni olib kelyapmiz. Qidirib yurgan odamlar bo'lsa, yaxshi xo'rozli bo'lay deb juda ko'pchilik aloqaga chiqyapsizlar mana. Yozyapsizlar mana shu akalarimizga. Tavsiya qilaveramiz, bemalol yarim tayyor, 15 kun boqib tayyorda aka. Voy joning sog' bo'lsin. Joning sog' bo'lsin. Tayyor o'rtoqlar, bo'sh-bo'shini berib, 15 kun qarab, silab netib deganday. Işte ishonch hosil qilib olishadi. Joning sog' bo'lsin. Yaxshi xo'roz. Sotilaveradi chiqvozlariga. Aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa kelishtirib beramiz. Yomon jo'ja emas. Joning sog' bo'lsin. Mayski jo'ja. Turklarning ustida, oyoqlari ham kvadrat, top-toza, ko'zlari ham zo'r. Hozirgiga o'xshab ketadi bu. Joning sog' bo'lsin. Turklarning ustida kichkina jo'ja, janoqi katta emas. Lekin bular hali o'sadi, tulay bo'lguncha o'sadi. Tulay bo'lgandan keyin eniga, bo'yiga semiradi xudo xolasa. Joning sog' bo'lsin. Voy, joning sog' bo'lsin. Bu ham aylanadigan bo'lib qolibdi. Bu mayski o'rtoqlar. Bu kechagi og'iliga kirib xorozlarni syomka qildim-ku. Asad akam, Asad akamdan olingani bu. Voy, joning sog' bo'lsin. Mashalloh, xorozlarning mo'shnisi kelyapti-da. Omad bu ham nasib. Harakatda-da. O'rtoqlar, saman. Nima deysizlar? Bu samanga men 5 baho qo'ydim. Video qilolmay qoldim, 5 minut ko'rdim. Joning sog' bo'lsin. O'ta mo'shni. Kecha Telegram kanaliga qo'yib qo'ydim, buni o'sha endi uyg'ongan paytda video qilishgan ekan 5-4 minut. U ham yomon emas, zo'r. Yo'piridan yaxshi bo'lar ekan. Toza saman o'rtoqlar. 4,5 kilo polvon jo'ja. Hali o'sadi, semiradi. Bo'ladigan jo'ja ekanda. Boqadigan, zo'r narsa ekan. Hali go'sh-po'sh ko'rmagan. Oyoq panjalari ham zo'r, vobshe. Chotki xudo xolasa. Sayrab turgan o'rtoqlar. Ishqibozlariga. Kecha tog'adan olingan o'sha yosh katta tog'adan olingani shu o'rtoqlar. 4,5 kilo. Uyga keldi.
yarimta tuxum, yer yong'oq, pista, mayiz berishni boshladik, xudo xolasa. Yaxshi buni mo'shni juda qilib yuboramiz. Saman zot olaman deganlarga oq marqiyonga qo'shib qo'ysak saman bola chiqadimi, yo'qmi? Kommentariyaga yozib ketasizlar. Joning sog' bo'lsin. O'ta chotki. Og'ir, 4,5 kilo deyapman, lekin og'ir. Tortib ko'rish kerak. Tarozisi yo'q, balkim 4 kilo 700 chiqar. Chunki 4,5 kilolik xo'rozdan og'ir chiqyapti-da. Joning sog' bo'lsin. Bu xudo xolasa zo'r betladi, zo'r botyapti, xudo xolasa, lekin faqat qo'lga o'rganmagan. Endi qo'lga o'rgatamiz. Bu yaylovda yurganda faqat o'ta chotki. Buni juda ko'pchilik savdo qildi. 3-4 kishi sotmay turing, aka ertaga indinga aka unaqa bo'lmaydi-da akalar. Videoda aytib qo'yay. Hammaga bitta aytib yurgandan voy joning sog' bo'lsin. Bu boqib tur, 3 kun yo 4 kun. Qish kunida 5 kun, 10 kun boqib turishga ham haliga nima deydi? Dogovor qila olmaymiz. Ham rasxoti bor, sveti, issiq sovug'i boshqasi bor. Odam haligida xijolat qiladi. 2-3 kun qarab turing-ku, mana shu xo'roz meniki. Bo'ldi, mana zaklad. Bu zotga yuraveradi. Buni sotaman, reklama ham qilganim yo'q. Bu o'sha tanachi, nokautchi juda ham sotildi-ku, Sirdaryoga o'sha xo'rozni bitta zotidan ukasi shu qoldi ham tana. Buni hali kelajagini sizlarga ko'rsataman, xudo xolasa. Akasini ham juda ko'pchilik yomonlaganda, akasini ham. Bu ekan, sho'rva qiling. Oxir uzr so'rashdi, aka bilmagan ekanman, aka zo'r ekan. Juda qimmat summaga arziydigan xo'roz ekan deb tuxum bormi deb iltimos qilishlik, tuxumni bermadim. 2-3 kishiga 3 ta, 4 ta qilib berdim. Jo'jalarimni chiqarib oldim, yana tuxumlarimni bostirib qo'yganmiz, xudo xolasa tez kunlarda oshib chiqadi. Buni ham xuddi shunday akalar, hozir 4,5 kilo, gaz juda ham uzun bo'ladigan jo'ja. Bu kamida 4 kilo 8-5 kilo bo'lishi kerak. Yiriroq chiqqan bu. Shu otasiga tortib chiqqanidan-da bu. Pilotkalar ham chotki, xudo xolasa. Buni endi bitta bekorchi qilib, o'sha muxlislarga Telegram kanaliga qo'yib, keyin sotamiz o'rtoqlar. Hali qo'lga o'rganmagan do'stlar. Xudo xolasa kutasizlar, vaqt oliy hakam. Bahorgacha buni endi kunlar isib ketsin hozir. Hozir emas. O'zim ishongan darajada yedirib ichirib olay, xudo xolasa chiroyli qilib. Ishtahalari vadavan. 4,5 kilo oshiq ham bo'lish kerak. Chunki juda polvonda ko'tarib ko'rsiz, juda ham polvon. Juda gazlari uzun. Xudo xolasa bekorchilarni qilib keyin sotamiz. Hech xavotirga o'rin yo'q. Telegram kanalimizga kirmasdan bizga har xil fikr bildirayotganlar. Biz bekorchisini ko'rsatmasdan sotmaymiz, sotmaganmiz ham. Bitta aka menga zotga deydiganlar tashqari, liboyni bekor chiqib beramiz, cho'chimaymiz zotlarimizga, xo'rozlarimizga 100% ishonamiz. Kulimiz ham ochildi ancha. Chaqirishni boshlab yubordi. Sal qiynalib chaqiryapti, lekin boshlab yubordi. Xudo xolasa sayrab qoldi kulimiz. Bu bo'ladigan jo'jada. Bo'ladigan suyagli, baquvvat jo'ja. Har tomonlama zo'r bo'ldi xolasa. Hali buni bir sal bo'yiga yetib olsin, ha. Bekorchilarini qilib, ozgina yeb olsin. Telegram kanalni qizdiramiz, xudo xolasa. Pashta uyg'onib bo'ldi. Vaqti emas, pashta uyg'onib bo'ldi. Chotki, xudo xolasa o'rtoqlar. Xolos, keyingi safar ko'rishamiz. Obzorlarni kuzatib boring, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.